Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Javohir Sindorovga prezident topshirgan mukofot haqida ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Prezident Javohir Sindorovga Mehnat shuhrati ordenini topshirdi. Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan tantanali marosimda nomzodlar turniri g'olibi Javohir Sindorov Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ta'kidlanishicha, Javohir Sindorov O'zbekiston shaxmati tarixida ilk bor nomzodlar turnirida g'alaba qozonib, tarixiy natijaga erishdi. U musobaqa davomida dunyoning yetakchi grossmeysterlariga qarshi yuqori mahorat va qat'iyat bilan kurash olib borib, birorta ham mag'lubiyatga uchramay 14 partiyada 10 ochko to'pladi hamda rekord natijalarni qayd etdi. Davlat rahbari o'z nutqida ushbu g'alaba butun xalqimiz va yangi O'zbekistonning yutug'i ekanini ta'kidladi. Shuningdek, Sindorovning muvaffaqiyati ortida yillar davomida qilgan mehnati, ustozlar sabog'i va oilasining qo'llab-quvvatlashi mujassam ekanini qayd etdi. Marosimda shaxmatchining xalqaro maydondagi chiqishlari alohida e'tirof etilib, uning Hindiston, AQSh, Xitoy, Niderlandiya, Germaniya va Rossiya vakillari bo'lgan kuchli grossmeysterlarga qarshi bosiqlik va mardonavorlik bilan kurash olib borgani ta'kidlandi. Prezident Sindorovning yutug'i mamlakatda sport, xususan shaxmatni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor natijasi ekanini qayd etdi. Bugungi kunda Fight reytingidagi eng kuchli 5 shaxmatchidan 2 nafari o'zbekistonlik ekani Milliy shaxmat maktabining nufuzi oshib borayotganini ko'rsatishi aytildi. Tadbirda Sindorov oldida turgan navbatdagi yuksak marralar, jumladan Jahon shaxmat toji uchun hal qiluvchi bahsda ishtirok etishi va Samarqandda o'tkaziladigan 46 Butunjahon shaxmat olimpiadasida yuqori natijalarga erishishiga ishonch bildirildi. Marosim yakunida prezident farmoni o'qib eshittirilib, Javohir Sindorovga Mehnat shuhrati ordeni tantanali ravishda topshirildi. Grossmeyster esa yoshlarga qaratilayotgan sharoitlar va bildirilgan yuksak ishonch uchun davlat rahbariga minnatdorlik bildirdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba daryo.uz sayti.